Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Ularni tanishtiraylik demidim. Balki fursat yaratib beraylik deyapman. Masalan, qanday fursat yaratamiz? Masalan, to'yimizda Muratni yigit-pesh qilib, uning kechirganini ifodalasang, Roshengulmo sening keng qo'rsaqligingni do'rab, Muratni kechirvasa ajab emas. Vaqt kelsin, qani bir sinab ko'rmamdiq. Shuningdan keyin Muratni izlab bordim. Murat boshda yigit-pesh bo'lish tugul to'yga qatnash qilimi yuzi yo'qligini aytib unimadi. Qayta tushundirib uni oxir qoyil qildim. To'yimizmo xotirjamlik ishida boshlandi. Shamsiyaning uyidagilari bilan bir restoranda to'y uzatdik. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Zal ichi muborakligüchilarning to'lishi bilan chang keldi. Yuragim xo'shlikdan yerildi. Men mush kunni qancha kutgan a? Shamsiyadek oltinga tegishkusiz pok qizning xotinim bo'lishi meni mast qildi. O'ng tarafimda Shamsiya atlasdan tikilgan go'zal kiyimini kiyib maqmoqda. Qishida Roshengul Shamsiya bilan o'xshash tugidek kiyim kiyib to'yga kelgan barchaning ko'zidan o't chiqarmoqda. Sol tarafimda Murat bilikimni tutib maqmoqda. To'y mashinasining qishiq kelib, Murat mashina eshigini ichib turadi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. To'xtash! Yuragimni azoblab turgan Hazazulning ovozi keldi. Nim bo'g'inni uqamay turib qopdiman. Shuncha tez yugurib kelgan Oygul qo'yindan pichoq chiqarib Shamsiyaga itildi. Hammani ko'rib turdim. Put qo'limda jon yo'q. O'rnimdan qimir qilolmadim. Butun surik erkak bo'lsam-mu, tuyuqsiz yuz bergan voqealarga inkosimning buncha ost ekanligini o'ylamabdi ekanman. Oygulning yo'qolib ketishi shumliqdan bishorat edi. Ammo u yo'qolib ketsa, xotirjamlik deb xo'sh bo'lib yurgunimni qara. Ko'z oldimda qarab turib, o'zim sevgan kishiga qasd qilganini ko'rib turib, inkos qaytarolmadim. Oygulning urg'an pishiqiga Roshengul o'zini pido qildi. U Shamsiyani chabdaslik bilan ittirib maydonga chiqdi. Pichoq uning badniga sanchilishga qil qolgan paytda mashina eshigini ichib turgan Murat uning oldiga to'sib ulgurdi. Oldi bilan Murat, keyin Roshengul yiqildi. Boshqalar Oygulni bo'ysundirdi. Shamsiya, sen jinimni tikkan. Bugun qochib qutula olgan bo'lsangmi, o'ligim bo'lsin seni jim qo'ymaydi. Xotirjamligingga mangu o'ltirgan. U zaharxanda kulib, shundoq vaqiraydi. Uni bo'ysundirganlar sarangni bo'ysundirgandek uni so'rashtirib ko'zda yo'qotdi. To'y mashinasiga Roshengul bilan Murat silinib bo'g'inida o'shimni topdim. Shamsiya bilan birga ularga amra bo'lib doktorxonaga yo'l oldik. Jiddiy qutqizishga akirib ketilgan Roshengul tezlik qaytib chiqdi. Uning yarasi og'ir emas, biroq Muratning holi xatarlik edi. Roshengulning faqat Muratga kirib chiqqan pichoqning bisi 2 sm o'pcho'risida qo'rsqiga kirgan bo'lib, ich a'zolariga xatar yetmagan. Bir qancha yeb tikib qo'ygan bo'lib, Murat bilan birga qattiq yiqilib, o'shsizlangan ekan. Muratning bo'lsa o'pkisiga zaxmi tekkan. O'pkisining sol qanotini teshib kirgan pichoq beqinidan chiqib ketgan edi. Jiddiy qutqizish davomlashmoqda. Muratning zaxmisi turaqlashmay bizni tamtatib qo'yib-atdi. Roshengul bilan Shamsiya yig'laydi. Paranglashqudek bir-birimizga tasalli bergidek holimiz yo'q. Faqatla Muratning xabari uchun qayg'uratdik. Operatsiyaga kirib 5 soat bo'g'inida xush xabar keldi. Murat qutqizib olingan. Xatarlik bosqich o'tib ketgan. Keyin o'pkada yuqumlish ko'rilmasa chatoq chiqmaydi. Pichoq yurakka faqat 1 sm yiroqlikdan o'tib ketgan degan xabarni angladik. Men ahvol egilab kelgan soqchilar bilan birga guvohlik berish va burunqi ishlardan xabar berish uchun soqchixonaga keldim. Oygul soqchixonada tutib turilgan bo'lib, men bilan ko'rishtirilmadi. Biroq soqchilarning eg'izdan kutmagan bir shum xabarni angladim. Ularning aytishicha, Oygul ishlatgan pichoq besiga yuqumliq kasal va qon suvalgan bo'lishi ehtimolga yaqin ekan. Soqchilar Oygulning qamash jarayonida uning qishidan qon to'shqizilgan kichik quti topgan bo'lib, uning iqroricha bu qon suyuqligida AIDS mikrobi bormish. Soqchilar qon avrishkisini aniqlash uchun tekshirishga jiddiy avatilganligini.
bu ishlar aniqlanguncha sirni maxfiy tutishim lozimligini, Murat bilan Ro'shangulning kasal yuqtirib-olmaganligini bilish uchun 3 oy vaqt ketadiganligini aytganida qayg'u va ansirash chirmib olgan badanimni tast yo'tkab Ro'shangul yotgan yotoqqa yetib keldim. Ro'shangul sho'xlashib qolgan edi. To'y kechisini nobud qildi deb dardman bo'lib qolgan o'xshamamda bu yigit. U shundoq deb chaqchaqatdi. Burunq chaqlar bo'lsa, bu chaqchaq bir munchilgan kulgilarning piltisiga o't yoqqan bo'ladi. Biroq men yig'lab soldim. Farishta yo'liqdi desa, meni disi bo'ladi. Ro'shangulda farishta edi. Olvostig yo'liqdi desa, yanada meni disi bo'ladi. Chunki Oygul Olvostining o'zi edi. Asta berib, titrayotgan qo'llarim bilan Ro'shangulning qo'llarini orqalarimga oldim. Qo'llarini sildim. Yuzlarimga suvdim. Yoshlarim bilan qo'llarini yudim. Qishimda ag'an xotinimning borlig'ini unutib, asta pichirladim. Farishta, sen farishtasan Ro'shangul. Sen o'z do'sting uchun jiningni pido qilganingda, o'zining rafiqasi uchun qarab turgan mendek bir nokasni nima desak bo'ladi? Sen mendan sevgi talab qilganingda, o'zimni cho'ng tutqinimda nomus qilaman Ro'shangul. Men sana loyiq bo'lolmaydi ekanman. O'z vaqtida sen mendan bir ishni qilib berishimni talab qilaman deganingda, shu ishni qilishdan qechishib bana izdiganimda nomus qilyapman. Yenimdagi farishtaning qadrini bilmaganligimda nomus qilyapman. Gaplarim tugaydigandek emas. Yig'am bilan uning qo'llari hul bo'lib ketdi. U qo'llarini mendan tortib olmadi. Farishtaning qo'llarini men qo'yib berishni xohlamadim. To'xtamay so'zlaydim. Meni kechir Ro'shangul. Muhabbatimni sana berolmadim. Qalbimga ikki yurakni sig'dirolmadim. Ammo bugungi to'y kunimda o'zim sevgan ayolimni emas, ayolimni, jumladan ayolimni qutqizish orqali meni qutqizgan bir farishtani, ayolimni burun suyman Ro'shangul. Ro'shangulning beshidan ko'tarib asta quchog'imga oldim. Yig'a, azobda to'nlab ketgan lablarimni bir cho'g' ustiga bosdim. U qarshilik qilmadi. Oyoq tarafimdan asta mangan oyoq ovozi keldi. Balkim Shamsiya yotoqdan chiqib ketibasi kerak. Qanchalik shu holatda turdim bilmayman. Ro'shangul maydamdan ittirib o'zini qochirdi. Rahmat sana Shakir. Sevgi bilan meni sug'ading. Men sevgiga qandim. Sening sevishlaringga tashna bo'lib o'tgili uzun bo'lgan. Mana bugun men sendan talab qilmoqchi bo'lganlarimni o'zing berding. Tunji qaytim sen meni sevgandan boshlab seni bir sevasam o'lsam rozi edim deb kelganman. Bugun yaqin do'stimning eridan mana shu sevgiga erishdim. Bu sevgining bundan keyingisi bo'lmaydi Shakir. Meningdek kech kunduz sevgi uchun puchlangan bir jonni bir umr poklig'im bilan qasam berib Shamsiyadek yaxshi qiz. Sening sevgining Shamsiyadan boshqa biri bo'lganida men sendan mangu voz kechmaydim Shakir. Biroq Shamsiya seni baxtli qilishga loyiqdir. Uning qishig'i chiq. Uni yig'lasang, men yig'layman. Bugun uning oldida meni suyishingga, uning sevgisiga osiylik qilishingga yo'l qo'yishim mening bir insonda bo'ladigan shaxsiyatchilikdan iborat kamchilikdan mustasno emasligimdan bo'ldi. Chunki men bir inson bolasi. Sen degandek hargizmi farishta emasman Shakir. Burundan boshlab boshqalardan ustun turishni o'ylaydim. Sho'nglashqimi qilganlarimga pushaymon qilmayman. Chiq Shakir. Meni to'la yig'latma. Muhabbat dushmanim bo'lsa-mu, baxt uchun sevginimni qo'shqo'llab tutishga loyiq bo'lgan shu do'stimning qishig'i chiq. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.
to'qildab yig'lab ketdi. Har bir so'zda Shokir deganni bundan keyin ismimni chaqirmaydigan, hozir devilishga tashna bo'lgan kishidek qo'shib so'zladi. Qalbidagi dardlarni, menga bo'lgan tilaklarni aytib oldi. O'zimdan nomus qildi. Shuncha pok ikki qizning muhabbatiga loyiq ekanligimdan hayronman. Men shuncha azizlashga loyiqmi? Kallamda ig'ir savol. Sirtqa chiqdi. Shamsiya doktorxona gulligidagi Majnuntol ostidagi muzdek sovuq tosh o'rindiqda osmonga beqib xiyolga ketgan edi. Asta qishig'i bodim. Beshimni sangiltib apu so'rdim. Kechir Shamsiya. Sana bo'lgan muhabbatimga osiy bo'lib qolgan ishlarimni oqlashga ojizman. Seni qutqizgan Ro'shangul sen emas, balki meni qutqizdi. Sensiz yashashni xiyolimga agrishdimmi qo'rqaman. Ro'shangulga ko'p qarzdor bo'lib ketdim. Mush usul orqali qarzni qaytardim desam bo'ladi. Sovuqdan muzlagan Shamsiyaning qo'llarini qo'limga oldi. Boyatin Ro'shangulning qo'llarini silab, osiylik qilgan qo'llarimni Shamsiya ittirmadi. Balki ching siqib turib aytdi. Sen xatolashding, Shokir. Sensiz yashayamayman deb osiy bo'g'ichi bo'lma. Ro'shangulning fidokorligidan o'zimmi uningga ko'p qarzdor bo'lganimni sezdim. Bu yerda qilgan xiyolim bo'lsa, muvofiq kelsa, sen bilan uning peshini qo'shib qo'yishni o'ylayapman. Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam-mu, shunday qilatdim. Sen mendan afu so'rash emas, qilganlaring uchun men sana rahmat aytishim loyiq, Shokir. Men shu qilganlaringdan senda vijdon, g'urur borligini, qilganni biladigan, obro'y uchun o'zining qilmoqchi bo'lganlarini yo'shirib yuradigan chakini odam emasligini bilib oldim. Tang kecha atrofda odam didori yo'q. Shamsiyani tortib turg'izdim. Bag'rimga bosdim. U qarshilik qilmadi. Bag'rimdagi Shamsiyadan haqiqiy sevgi lazzatini ko'rdim. Bir-birimizga chirimishib, xili uzoq turdik. Shamsiya qo'liqimga asta pichirladi. Bizga fursatlar ko'p. Ro'shangulni yolg'iz tashlab bu yerda yursak set turadi. Yur, qishig'i kiraylik. Ma'qul. Qilganlarim to'g'ri tushunganim uchun sen ko'p rahmat. Seningdek keng qo'rsoq xotinim bo'lganidan faxrlanyapman. Uni asta bo'shatdim. Ro'shangulning qishig'i kirish uchun mangdim. Shamsiya menga agashdi. 4 qadam mangandan keyin u so'radi. Saqchixonada Oygulni ko'rdingmi? Oyguldek nakesning gapini anglab arvoyim ushdi. So'zlabli ketibdiman. Bo'ldi qila u hayvonning gapini. Uningchi bo'lganda o'lsimi seni bo'ldi qivatmagidek. Shuncha qilishib ketgudek nima adovat bor bo'g'iti oralada. Hey, san qilaman deb Murat bilan Ro'shangulni nobud qilmas bo'ladi-ku ilohim. Deginingchi bo'lganda uning qilganlari pichoq tiqqan ishlar emasmi qandaq? Apla, demaydigan gapni deb saqanda qilatdim. Saqchilar meni bu ishlarda maxfiyatlikni saqlashga shuncha da'vat qilgan tursa, eg'izim nima degan bo'sh? Tamtirab turib aytdim. Shundoq, saqchilarning aytishicha, Oygul ishlatgan pichoqning besiga Aidis bilan yuqumlangan qon suvalgan bo'lishi ehtimolga yaqinkan. Buni uqqachqa Boyatin Ro'shangulning oldida o'zimni tutib ololmay qolgandim. Bu ishlarni maxfiy tutishingni so'rayman. Shamsiya gaplarimni anglab bo'lib, uçqandek yugurib Ro'shangulning yotog'iga kirib ketdi. Maxfiyatlikni aytib qo'yamdikan deb ansirab, keyindan top besib kirdim. U Ro'shangulni quchoqlab yig'lab o'tadi. Farishtasan Ro'shangul. Men sen uchun mangu qarzdorman. Men u gapini topolmay o'tadi. Yig'isi yotoqnila emas, koridorga chiqib ketdi. Bu kechida boshqa yotoqdagilarni uxlamasin degan bo'lsanglar, rosa yig'langlar. Shundoq deb yotoq eshigini ichivatdim. Bu qig'inim ularning yig'isini ozroq bo'lsin pasaytdi. Shundoq turatdiq, sestra kirib, Muratning qishig'iga kirib yo'qilsak bo'ladiganimizni. Biroq gap qilishga bo'lmaydiganligimizni uqtirdi. Ro'shangul to'sqinimizga qaramay karvatdan tushib, Muratni yo'qlayman deb turib oldi.
Amalsiz ma'qul bo'lib Muratning qishig'i kirdik. Murat bizni ko'rib ozroq hayajonlandi. Ko'z jiyikidagi 2 tomchi yosh iqib tushdi. Gap qilaman deb tamshalganini sizib to'sab qo'ydim. Bo'ldi, gap qilma Murat. Seningda bakma ansirdik. Doktor senda xatar qolmaganligini aytgandek xushalligimizni til bilan aytishga ojizlik qilamiz. Avval yaxshi bo'lib ket. Boshqa gaplarni keyin deyishib olamiz. Oygulning qilgan qasdi yodimga yetdi. O'zimni tutib ololmay yig'ladim. Qarasam, Shamsiya mendan o'ta yig'lab o'tibdi. Sestra bu holimizni ko'rib, bizni balnisdan qo'g'lab chiqadi. Do'stinglarga madad berandiki desak, uni qaslaganda qilib yurysizlar-ku. Uni tinch qo'yib, atigi yo'qlashinglarga yo'l yo'q. Uning deganlariga bo'ysunib, Ro'shangulning yotiqiga qaytib kirdik. Muratning qishig'ini ko'rib chiqdik. Atigicha yo'qlashdan cheklandik. Mening holim yaxshi bo'lgandan keyin to'y kechasini nobud qilmasanglar bo'larmikin? U shundoq deb kulishga boshladi. Qarasam Shamsiya bo'yinlarigacha qizdirib ketibdi. Bo'ldi, qila akilmay. Saqaysang senimi qo'shlabla ilib, bugunning cholisini to'liqlab olaman tayinliq. Jim turib basa, nima qilsam ma'qul deydiganlardan keyin deb o'ylagan bo'lsang, uxlamay tushayapsan. Tush ko'rganni do'rg'an Ro'shangul kulib ketib turib. Meri berib uxlab keslar. Do'stimga kundosh bo'lmaydigan deb qo'yala. Hali tayinliq cho'ng gap qilg'ini bilan. 3 qatim to'y qilib, to'y kechasi topamagan Shokirjon deb qo'ysaqli kupoya degina adash. Hay, Shamsiyamo bojim bilan orlishiye verib, jiniga oylinib qilib atadi. Ikkisining gapi bir yerdan chiqib, meni mazoq qilishlar qara. Oygul bilan Ro'shangulning kelishim tuzgan chaqlardagi men taqobil turg'ini o'xshab qilib atadi. To'li kulgan odamdan shaytonmi qo'rqamish. Bo'ldi, sizlarga taslim bo'ldim. Men chiqib ketdim, ha? Qaşma, sen qaşma. Vay, sen qaşma. Kaynimdan chiqqan kulki ovozi koridorni bir oldi. Menmo kulib tashladim. Qayg'u birdan bo'lsimi unutildi. Ro'shangul tezla saqayib balnisdan chiqdi. Muratmi yaxshilanib. Bu jarayonda ulardan faqat ayrilmadik. To'y qilgan bilan birga bo'lish nisib bo'lmayotdi. Ro'shangulning ahvolini boydodisiga bilindirmayli deb shuncha qilsaqmi, u uqib qilib yetib keldi. Kelgan kuni qizini yo'qlamay turib meni izlab qishimga kiribdi. Men Muratga amra edim. U kirib salom soatni unutib jiddiy qiyofatda. Shokirjon o'g'lim, sirti ozroq paranglashib olsa qandaq? deb yotoqdan chiqdi. Men agashdim. Doktorxona gullikiga chiqqanda to'xtab. Qizimning yorilinishidan kim javob beradi? Men to'g'ri deding. Sen javob berishing kerak. Desa nima deydiganda deb talmirib qopdiman. U qo'rsqimga shunchalik tepdiki, voy deb qo'rsqimni tutib zo'ngziyib qoldim. Tuzmush yuzimga shuncha apchil tagdiki, kaynimga uchib tushdim. Qandaq Shokirjon? Javob berish oson to'xtaganda? Anglasam qo'sh nikoh bo'lg'ilari bormish. Bo'layversizlar. Sizlarga atab qo'ygan so'g'ilarim xeyli kamri. O shundoq deb bo'lib, kayniga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. Qopig'im xeyli ishig'andaq qiladi. Qo'sug'imning og'rishi, beshimning zingildoshlari ichida tomosha ko'rayotganligimni pisand qilmay yotoqqa qaytdim. Murat chiroyimni ko'rib kulib ketdi. Adash, ne bo'lding? Bir ayaringni sundirib beganda? Alpazdan baq qo'xtim degine. Voy tova. Boydiga shunda bo'ldi qara. O'ziga hech uqmaydi. Ag'rinma adash. Bunda ishlamcha bo'p turdi. Shundoq, o'lmayli yashab tursam, bunda ishlam bo'p turg'idek. To'y mening bo'lgandikin bu to'yaqni Murat isimmi amsa. Uzun o'tmay Shamsiya bilan Ro'shangul yetib keldi. Ular bo'lgan ishlarni boy akamdan o'qib bo'lgan bo'lsa kerak, oncha ajablanib ketmadi. Bumi yarashqini. Her to'yingda ko'z tekkanak ishing buzilganda, mana hozir noka bo'psan. Balkim buningdan keyin ko'zmi tegmas. Chiroyingga husn qo'shibdi. Samirsang, teg'imi chiroyli bo'lib ketadi ekansan. U chaqchaq qilgandek qilayotgani bilan, ammo uning ko'zlaridan yosh sirg'iyotganini ko'rib qoldim. U sirtqa chiqib ketdi.
Ro'shangulning ko'z tegmigidek degan so'zi rost chiqib qoldi. Shu kuni tushdan keyin Muratning onasi yetib keldi. Kechda o'g'limni o'zim qarayman. Sizlar qaytib turinglar deb bizni ketkizib etdi. To'y qilgan necha kundan buyon tunji o'jiriga qadam bosdik. Oyajon bilan uning qishig'iga yaqinlashdim. Aldırma Şakir. Men qaysi chaqda to'y kuni Aygul bilan bo'lgan ishlarimni so'zlab beraman degan emas edim. Oldi bilan so'zlarimni anglab bo'l. Shu chaqdimi kechikmaysan. Shuncha taqozo bo'lgan ishlar bo'lg'achqa bo'ysundim. Men so'zlab berib bo'g'icha so'zlarimga luqmisanma. Amal ba tafsiliy deb berman. Ozdirib yurmagin. O shundoq deb so'zlashga boshladi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. O shundoq deb so'zlashga boshladi. Meningmi jo'shqin, sho'x, uchadigan tantak yoshlik davrim bo'lgan Shakir. O'qish bitirdiganga 2 yil qolgan chaqlag'u deyman. Murat orqali Aygul, Ro'shangullar bilan tanishdim. Biz uchimiz kichigimizdan boshlab birga o'ynab, keyin ayrilganlar bo'lg'ashqimi, tezla chiqishib ketdik. Shanba desa yig'latdik. Bezmaxonada naqsha o'qiydik, diskoxonlarda disko o'ynaydik. Bozor arlab kiyim olatdik. Pul deganni suvdek xajlab, ko'ngil xo'sh qilatdik desakmi bo'ladi. Bexatarligimizdan ansirmasakmi bo'ladi. Nega barsak Aygulning akasi Nasir bizga hamroh bo'lib qo'g'dug'ich bo'ladi. Bu shaharda Nasirning nomi xeyli dangliq bo'lib, uni Nasirboyevcha deb chaqirishadi. Demisimi u pulni nerdan topadi ekan? Hisobotni asosan shu qiladi. Ammo u bir suyuq, haraqkash bir nima bo'lg'achqimi, menga faqat yoqmaydi. Yoqmadi deb aralashmay turg'ili bo'lamdi deysan. Biz bag'aylarning qandoqligi sana ayon. Biz shu tomoshaga amroq bo'lsaqmi, ipitimizni saqlashni bilatdik. Bundaq yerlardagi yoshlar bizdagi shu xinimlarni ko'rdimi, bo'p beradi. Faqat Nasirboyevchadan qo'rqib bo'ldi qiladi. Negilan barayli beshimiz birga baratdik. Muratmi, Nasirmi bira og'inisini boshlamaydi. Nasirboyevcha bo'lsa, Ro'shangul bilan menga tangli qanot so'rab, xo'roz bo'lg'is kelamdi, ikkimizni boshqalardan qo'riydi. Ro'shangul bilan men buningdan xush edik. Chunki ikkimiz ayrilmadikmi, o'zimizni qo'g'dab, o'yinimizni o'ynaverdik. Bundaq o'yinlarimizmi uzunga so'zilmadi. Keyincha Nasir menga kanadek chaplashdi. Men uning talbiga ma'qul bo'lmadim. Aygul menga to'xtamay yalviratdi. Shamsiya adash, akamni sana sahiy qilsam meni mazoq qilmajimi? Bu dunyoda ishkinlardek mos keladigan bir juftlar yo'q-ku deyman. Oila o'rni, jamiyat nuqtasini qo'yib turayli, ishkinlarning mos kelishi texi. Qara, sen endi echilishga boshlagan go'zal bir gul bo'lsang, akam shu gulga echilish fursati beralaydigan bir bog'. Akamni doim haraqni ko'p ichidi, qaysi qiz ko'ziga chiroyli ko'rinsa qanot so'raydi deydi ekansan. Sen ma'qulli degina, qani u ayblarini tashlaydi. Men uning to'li suylash, arg'i tushishidan bezor bo'lib, imtihon mezgili keldi. Uyg'onishni chang tutmasam bo'lmaydi deb o'zimni chetga oldim. Ular bilan kamdan-kam ko'rishadigan, ko'rishsakmi tomoshaga bormaydigan bo'lib oldim. Bir kuni Aygul telefon qilib, Shamsiya adash, bugun akam uyda bo'lmaydi ekan. Murat bilan birga kelsang, Ro'shangulmi ba, to'timiz bir mungdashmaylimi? O'qish bitirdig'animi az qolganda yo'q demajimi? deb turib oldi. Yo'q desam qat'iy unimidi. Uning ustiga Murat o'tinib turib oldi. Amalsiz Aygullarning Urumchidagi uyiga bordim. Ular akam uchun olgan uy desimi, Urumchiga qaysi chiqsa, mushu uyda turadi. Ba'zida Aygulning dadasi bo'lgan shahar boshlig'imi yig'in, uyg'onish deb Urumchiga kelsa, atalmish akasi uchun degan dachida yetib qopatdi. Nasirboyevcha bo'lsa, oliy mehmonxonalarda yetishga amroq bo'lib, bu uy bo'sh qoladi. Murat bilan dachaga kelsak, Aygul yolg'izgan. Uning aytishicha, Ro'shangulning dadasi Urumchiga chiqqachqa, Ro'shangul vaqtincha kelolmabdi-dek. Yililardan kep qog'udek.
biz Roshengul kep bo'g'icha deb o'zimiz tamoq qilib yemek bo'ldik. Men tamoq etishga yomon emas edim. Muratningmi qo'li kelatdi. Tamoqmi tayyor bo'lib, tamoq ustilida tamoq yemek bo'lib turatdik. Aygulning telefoni sayrab ketdi. Vay, tinchlikmi? Akammisan? Men uyda, senmi yaqin joydimi? Kela undaqda tamoq yeb qaytqin. U telefonni qo'ydi-da bizga qo'shimcha qilib, akamkan, yaqinli yerda deydi. Tamoq yeb qayt deb qo'ydim. Nasirning kelishini o'qib, ishtahayim tutilibla qoldi. Degandek bir qancha minut o'tmasda Nasir boyvachchimi kep bo'ldi. U eshikdan kirib, tinch amonlik so'rab bo'lib, uyda tamoq qildigan bo'lgandikka, menga xabar qilsanglar bo'lmasmi? O'zim telefon qilmagan bo'lsa, men Shamsiyaning tatliq qo'lidan tatliq tamoq yemaskanman emasmi? Ayni vaqtda uning tamoqni tatliq dedimi yoki qo'limni tatliq dedimi bilmay qoldim. Tamoq yeyilib bo'ldi. Roshengul hech kelay demaydi. Nemishqikin ko'nglim azroq xotirjam emas. Bir shumliqni sezib turdi. Qaytmoqchi bo'ldim. Aygul Muratni biladi. Oxirgi imtihon yaqinlab qoldi. O'g'inish qilmasam bo'lmaydi. Roshengulga saqlavarsam ketamay qolmayli. Shunga menga ruxsat qil. Nimaga oldiraysan? Uyda bir oz saqlayli. Roshengul kelamaydigan bo'lsa, to'timiz bir yerga berib o'ynab kelmandik. Men Muratdan yordam tilagandek uningga qaradim. Murat, Shamsiya, imtihonga bir necha bag'ot exe. Bugun degan shanba. Erta darsmi yo'q. Biroz o'ynamamdoq. Achchig'im bek keldi. Sendek kim non tashlab bas shuni g'iljanlaydigan lolmidan umid kutguni. Amalsiz ular bilan diskoxonaga berib disko o'ynadik. Ular haraq deganni bo'lishiga ishdi. Aygulmo aksidan nomus qilmay ichivatdi. Burun bunda qilganini ko'rmagandim. Aksi yo'qida ichib olatdi. Menga xeyli zo'rlab baqqan bo'lsa-mu, men yaqin yo'limidim. Chunki men haraq degandan behida bezor edim. İçiş tugul purg'udimmi seskinatdim. Kecha soat 1 atrofida tarqab chiqdik. Bu vaqtda maktabga qaytish mumkin bo'lmag'achqa, Aygulning uyiga qaytishga majbur bo'ldik. Nasir bilan Murat bizni opirib qo'yib, sirtdan yotoq oshqozadigan bo'lib, uyga yetib keldik. Eshik oldida Aygul, "Aka, uyga kirib azroq sovuq ichimlik ichib qaytmamsan?" deb ulanimi uyga boshladi. Nasir boyvachcha to'nglatqidan 4 botolka sovuq ichimlik keltirib, bizga birdan tarqitib berib, o'zimi birini ichib, bir ko'tirishida ichivatdi. Men sovuq ichimlikni ichib, ichay deb og'zimga aparganimda, Nasir boyvachcha shundoq sat birini kekirdiki, u ichgan haraq purg'i burnimga burab, meni ho'tibdi. So'xonaga yugurdim. Qaytib chiqsam, Murat o'zining suyini ichib bo'lib, meninkini mo ichib yetibdi ekan. Acayip hoş yaktı ma içimdeki. Seni içmeyi de özlem içmettim. Ben mağını sakıp koydum. O bir piyalığa koyup koygan içimlikni mağın sundi. Bo'ldi içmey. Çayga amıraq boğandekin çay demlep içey. Bu mu Murat'nın köngülken? İçe adaş bir yerinden teşip çıkmaz. O içimlikni qo'limga Murat'nın qo'lidan elib tutquzib qo'ydi. Men sovuq ichimlikka amroq bo'g'ashqimikin uni ichib etdim. Birining badallarimni silashlaridan seskinib ko'zimni ochdim. Qarasam, Nasir kiyimlarimni tortqishlab soldirayotgan bo'lsa kerak. "Nima qilyapsan?" Kallam azroq sagaklashdi. İşte ben dedim. Vay, işqi fıraqında ülüsü deb səcidi bey. Şu səbiləndigdə da bir Ey. Nasir shundoq degach maydamga qo'lini opadi. Maslikda gepi ig'izidan tushib ketyapti. Qo'limni tart ishplas. Va. Mana nima qilsang? Ya adanglardan biraz müşkemasdasan. U shundoq deb qo'lini ko'rish uchun yig'di. Fursat keldi. Oyog'imda karib o'ltirgan chat orasiga kelishtirib birni tepdim. Va! Ya, satqan yo'q. Oha! O yerga yiqildi.
o'rnimdan turib sirtqa qochdim. Menda nima amal deysan? Sirtning ishiga quluplangan ekan. Oshqush bo'lmas chiqolmaydim. Pastki uylar o'g'irdan mudofialanish uchun derazalar sirtdan qo'rshalgan bo'lg'ashqa ikkinchi qavatga chiqdim. Ikkinchi qavatdagi derazasi dach qo'rosiga emas, sirtdagi yo'lga qaraydigan hujra uyga kirdim. Kirib biriga putlashdim. Qarasam Oygulkan. Hech narsani to'ymay yetib ketibdi. Silkishladim, uyg'onadigandek emas. Ahvoldan qaraganda hushsiz bo'lsa kerak. Sirtdan Nasirning oyog'i tevish keldi. Balkonga chiqib, balkonning derazasini ochdimda o'zimni pastga tashladim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.